Endi yotoqxonadan chiqib, sinfga qarab, mo'ljal olib harakatlanamiz. Yotoqdan chiqqandan keyin qaysi tomonga burilamiz? Tomonga burilamiz. Yashang. O'zimizni erkin his qilaylik. Yomon emas, harakat tezligi yaxshi joyida. Hasani ishlatish joyida. Har bitta oldimizdan chiqqan to'siqlarni tahlil qilamiz. Nimaligini? Belgini topib olaylik. Belgi barakalloh. Yaxshi. Yaxshi. Mana shu temir to'siq bizlarga mo'ljal olib borishga yordamlashadi. Yaxshi. Davom ettiring harakatni, yaxshi. To'siq bilan o'zimiz oramizda masofa kengayib ketmasligi kerak. Yaxshi. Ajoyib. Oldingi darslarni, aytilgan tavsiyalarni yaxshi o'zlashtirgansiz. Boshni to'g'rilaymiz. Yurayotganda o'zimizni erkin his qilishni o'rganaylik. Xo'shmi? Boshni to'g'rilab, qad-qomatni to'g'rilaymiz. Qo'llarimizni ham erkin o'z holiga qo'yamiz. Harakatlanayotganda, mo'ljal olayotganda butun analizatorlardan eshituv, hid bilish, harakatlanish hammasidan foydalanishimiz kerak. Yaxshi, yaxshi. Ajoyib. Barakalloh. Endi tugagandan keyin bizga belgi, yana signal beradigan joy bor. Qayer?